بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله تعالى استعيذ بالله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال الفضل القرآن وبرحمته أن جعلكم من أهله. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الله تعالى استعيذ بالله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني ayting ey Muhammad, u Alloh taoloning fazli va rahmati bilandir. Bas mana shu bilan xursand bo'lsinlar. Oyatini tafsir qila turib aytgan ekanlarki, fadldan murod Qur'ondir va bi rahmatihi, rahmatidan murod sizlarni uni ahlidan qilib qo'yganligidir. Ya'ni Qur'on ahlidan qilib qo'yganligidir degan ekanlar. Ya'ni bir ummatga Alloh taolo amal qilib, dasturul amal qilib kitob berishligi va o'sha ummatning ichidan xohlagan bandalarini o'sha kitobga hidoyat qilib qo'yishligi Allohning fazli va rahmatidan ekan. Shuning uchun tafsir qilib bu ma'noni aytayaptilarki, Alloh taoloning bu ummatga dastur qilib shunga ergashsangiz adashmaysizlar deb Qur'onni berishligi Alloh taoloning fazlidir. Unga amal qilinglar deb Alloh taolo o'zi suygan, o'zi xohlagan bandalarini Qur'onni ahlidan qilib, unga hidoyat qilib qo'yishligi rahmatidandir degan ma'noda fadldan murod Qur'on, bi rahmatihi degi rahmatdan murod o'sha Qur'on ahlidan qilib qo'yishligidir deb marhamat qilgan ekanlar. Alloh taolo hammalarimizni Qur'on bilan amal qilishligimizni nasib etsin, Qur'on ahlidan qilsin, Alloh taoloning fazli va rahmatiga erishishligimizni nasib aylasin. Demak, bugungacha bo'lgan darslarimizda biz tajvidning umumiy qoidalarini nihoyasiga yetkazgan edik. Ya'ni Qur'onni ma'nolarini buzishga olib boradigan xato kamchiliklarni to'g'rilashga xizmat qiladigan ilm bu tajvid ilmi edi. Bu ilm harflar bilan alohida ishlab, harflarda maxrajning buzilishi yoki sifatlarning noto'g'ri chiqishi natijasida Qur'onni ma'nosiga putur yetkazishini oldini olishlik bu tajvidul huruf deb nomlanar edi. Tajvid ilmi mana shu harflar bilan alohida ishlanar edi. Shu bobni, shu darslarni biz nihoyasiga yetkazdik. Ya'ni maxraj, sifat, idg'om, ixfo, harflar yonma-yon kelganligida qanday holatlar bo'lishligi barchasini o'tgan edik. Bu ham juda muhim edi. Yana bir eslab o'tadigan bo'lsak, maxraj o'zgaradigan bo'lsa yoki sifat o'zgaradigan bo'lsa, ma'nolarning buzilishi, kelib chiqishi aniq edi. Chunki masalan ismu robbika deydigan bo'lsak, Parvardigoringizning nomi degan. Agar shu oddiy mana sinni agar s deb ism deydigan bo'lsak, ism degani bu gunoh degan ma'noni beradi. Butunlay teskari ma'no chiqib qoladi. Yoki masalan yawmul fasl, faslda sot bilan keladigan bo'lsa, bu ajrim kuni, ya'ni qiyomat kuni nazarda tutiladi. Agar shuni e'tiborsizlik bilan sotni sin qilib fasl deb aytib yuboradigan bo'lsak, fasl bu lug'atda past, navi past narsaga ishlatiladigan lug'atdir. Yoki yana bir juda ham qo'pol xatolardan biri, masalan Alloh taoloning al-azim sifati bor, buyuk degani al-azim. Agar shu zoni e'tiborsizlik bilan al-azim deb qo'yadigan bo'lsak, butunlay ma'no buzilib ketadi. Chunki azim degani lug'atda ochiq dushman degan ma'noni bildiradi.
ayn bilan kelib, za bilan keladigan bo'lsa, azimun bo'ladigan bo'lsa, bu lug'at qattiq dushman, ochiq dushman degan ma'noni bildiradi. Alloh saqlasin. Allohning sifatlarida bunday oyatlar juda ham ko'p. Masalan, oyatul kursiyning o'zida va huval aliyyul azim bor. Buni azim deb bo'lmaydi. Yoki va laqad ataynaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Zo bilan kelgan al-azim Qur'onning sifatidan bu va boshqa vallohu zul fadlil azim deb juda ham ko'p oyatlarda Alloh taoloning buyuk degan sifati zikr qilinadi. Agar shuni e'tiborsizlik bilan azim deb o'qib yuboradigan bo'lsak, ma'nolar buziladi. Mana shu ma'noni buzilishini oldini oladigan ilm bu tajvid edi. Mana shu qismini biz bugungi darsimizgacha bo'lgan muddatda bu qoidalarni qo'limizdan kelgancha o'tib nihoyasiga yetkazdik. Endi ma'nolar buzilishi jumlalarda ham sodir bo'lishi mumkin. Ya'ni jumla deganda to'liq bir ma'noni anglatuvchi kalom bo'ladi. Bu yerda insonning nafasi cheklangan, tabiiy bitta surani yoki bitta uzun oyatni boshidan oxirigacha bitta nafasda o'qib bo'lmaydi. Shuning uchun inson baribir majbur orada nafas olishlikka. Shunday ekan, qayerda to'xtab nafas olib, yana qayerdan boshlashlikni bilishligi albatta lozimdir. Bu juda ham muhim ilm. Ya'ni bugungi mavzuyimiz vaqf va ibtido degan bobga kirishamizda bugungisi vaqf tushunchasiga kirish bo'ladi. O'zi aslida bu juda katta ilm, lekin bu yerda biz bob beryapmiz. Bu yerda o'sha tajvid ilmiga aloqador bo'lgan eng muhim qoidalarni qisqacha o'tishlikka harakat qilamiz, lekin aslida bu katta ilmdir. Bu haqda juda ham ko'p ulamolarimiz katta kitoblarni yozishgan. Biz o'sha qisqaroq qilib eng asosiy mavzularni o'tishlikka harakat qilamiz. Vaqf juda ham muhim dedik. Buni muhimligi avvalambor mana Ali radhiyallohu anhu dan ham tartil va rattilil Qur'ana tartila degan tartil nima deb so'ralgan edi? Tajvidul huruf va ma'rifatul wuquf deb javob berganlar. Ya'ni tartil degani harflarni yaxshilash, ya'ni bugungacha o'tgan darsimiz ana o'sha edi, tajvidul huruf va ma'rifatul wuquf va vaqf o'rinlarini qayerda to'xtab, qayerda boshlash kerak, o'shani bilish kerak degan ma'noda tartilga izoh berganlar. Bundan tashqari Imom Jazari ham o'zlarining o'sha Matnul Jazariyada va ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifati al-wuqufi deb marhamat qilganlar. Ya'ni o'sha tajvid qismini tushuntirib o'tganlaridan so'ng vaqfga o'tayotganlarda bevosita va ba'da tajwidika lil hurufi va harflarni tajvidini yaxshilab bilib bo'lganingizdan keyin, ya'ni harflarni yaxshilab, maxrajlari va sifatlarini joyidan chiqarib, unga tegishli bo'lgan barcha qoidalarni o'tib bo'lganingizdan so'ng, la budda min ma'rifatil wuqufi, vaqf o'rinlarini bilishlik albatta lozimdir. Busiz iloji yo'q deb marhamat qilganlar. Ya'ni sizga yaxshiroq bo'lardi, ya'ni afzalroq, sizlarga tavsiya qilamiz, bilib qo'yganinglar yaxshi emas. La budda degani ilojsiz, albatta lozim degan ma'noda keladi. La budda min ma'rifatil wuqufi, bu bobni, bu ilmni albatta bilishlik lozim. Shundagina Qur'onimiz ma'nolariga putur yetmaydi. Chunki arab tilini bilgan insonlar qo'ldan kelgancha ma'nolarga e'tibor berib, to'g'rilab ketishlari mumkin, lekin ma'nosini bilmaydigan biz kabi ajamlar, masalan, bularga mushaflarda alomatlar qo'yilgan. Ana o'sha alomatlar qanday kelib chiqqan, nima sababligi haqida bu tushunchaga ega bo'lamiz. Bu fanni o'tishimiz bilan, bu bobni o'tishimiz bilan va ayni paytda u vaqfning alomatlari haqida quyida ham keyingi darslarimizda u haqda ham ma'lumot berishga harakat qilamiz. Vaqfning yana muhimligi hayotiy voqealardan aytadigan bo'lsak, Abu Bakr radhiyallohu anhu bir kuni o'sha bozorda ketayotganlarida mato gazlama sotuvchining oldidan o'tayotib, mana bu ham sotiladimi deb so'raganlarida
la yarhamukalloh deb javob bergan ekan sotuvchi. O'zi aslida la ya'ni yo'q sotilmaydi deb to'xtab bemalol keyin yarhamukalloh deyish kerak edi. Alloh sizga rahim qilsin. Bu degani endi bizda xuddi tushunarli bo'lishi uchun yo'q baraka topkur deymiz. O'sha baraka topkur o'rniga bir ishlatiladigan shu kabi jumladir, iboradir bu. Yarhamukalloh degani Alloh sizga rahim qilsin degani. Shu yerda la yarhamukalloh degani bevosita to'xtash boshlashga rioya qilmaganligi uchun Alloh sizga rahim qilmasin degan ma'no kelib chiqadi. La yarhamukalloh desa mana shu ma'no kelib chiqadi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu unga qarab muncha ham yomon odamsan, la va yarhamukalloh deya olmaysanmi deb o'tib ketgan ekanlar. Ya'ni hech bo'lmasa orasiga vovni qo'shgin. La va yarhamukalloh bo'lganda ham yo'q sotilmaydi, Alloh sizga rahim qilsin degan ma'no kelib chiqardi. Oddiy so'zlashuvda ham teskari ma'nolar kelishi mumkin. Qur'onda-ku agar vaqf bu ibtidoga amal qilmaydigan bo'lsak, ma'noni buzadigan holatlar uchrab turadi. Va yana shunday misollarda yana Payg'ambar alayhissalom o'sha payg'ambar bo'lishliklarining o'sha boshlarida ochiq da'vatlardan kelgan turli yurtlardan elchilar guruh bo'lib kelishgan. Ana o'sha unday elchilardan bir guruhi kelib Payg'ambar alayhissalom bilan ko'rishib, da'vatlarini tinglashib, suhbat o'tkazganlaridan so'ng guruhi nomidan doim bir sardor bo'lgan, xatibi bo'lgan, hammani nomidan turib o'zini fikrini aytishlik ularda o'sha urf bo'lgan. Ana o'shanday elchilarning bir guruhini rahbarlaridan biri turib o'zining nutqida mana shunday iborani ishlatadi. Man yuti'ir rasula man yuti'illaha va rasulahu faqad rashad va man ya'sihima deb to'xtab qoladi. Ya'ni nafas yetmay qolgan bo'lishi mumkin yoki yo'tal kelgan bo'lishi mumkin. Xullas qandaydir sababga ko'ra man yuti'illaha va rasulahu faqad rashad va man ya'sihima deb to'xtaydi. Shunda Payg'ambar alayhissalom ijlis bi'sal khatib wa anta deb tanbih bergan ekanlar. Ya'ni man yuti'illaha va rasulahu faqad rashad ma'nosi kim Allohga va rasuliga itoat qiladigan bo'lsa, batahqiq u to'g'ri yo'lni topgan bo'ladi. Mana shu yerda jumla tugagan edi o'zi aslida. Va man ya'sihima lekin kim u ikkaloviga, ya'ni Alloh va rasuliga osiylik qiladigan bo'lsa deb davomida jumla ketish kerak edi. Ya'ni adashgan bo'ladi yoki azobga uchraydi, shu kabi ibora bo'lish kerak edi. U yog'iga o'tmasdan nafasi yetmay qolibmi, shu yo'talibmi, man yuti'illaha va rasulahu faqad rashad va man ya'sihima deb to'xtab qoldi. Ma'no buni arab tilidan xabari borlar biladi. Ma'no bu yoqqa ko'chib qoladi. Va man ya'sihima ham man yuti'illaha va rasulahu ga atf bo'lib qoladi. Kim Alloh va rasuliga itoat qilsa va u ikkaloviga osiylik qilsa degan ma'no kelib chiqib qoladi. Ya'ni to'la ma'nosi shunday bo'lib qoladiki, kim Alloh va rasuliga itoat qilsa to'g'ri yo'lni topgan bo'ladi va u ikkaloviga kim osiylik qilsa ham degan ma'no kelib chiqib qoladi. Shuning uchun Payg'ambar alayhissalom tanbih berib, muncha ham yomon xatib ekansan, o'tir deb tanbih bergan ekanlar. Mana shu yerdan ham ko'rinib turadiki, qayerda to'xtab nafas olib, qayerdan boshlashlik juda katta ahamiyatga ega bo'lgan bu ilmdir. Mana shu haqda bugungi darsimizni demak boshlashga harakat qilamiz. Vaqfni demak ma'nosi, lug'aviy ma'nosi to'xtash degani, ta'rifi Qur'onni, ya'ni tilovatni davom ettirish maqsadida nafas olish uchun bir muddat to'xtashlikka vaqf deyiladi. Buning foydasi demak Qur'oni Karimni ma'nolarini, ya'ni jumlalardagi kelayotgan ma'nolar buzilishini oldini olishlikdir. Vaqfga bevosita tegishli bo'lgan ayrim
istilohlar bor, terminlar bor. Shu vaqf mavzusiga kirishimizdan oldin shu terminlarni bilib oladigan bo'lsak, keyingi misollarni va darslarimizni tushunish osonroq bo'lardi. Bu yerda 3 ta istiloh bor. Bir-biriga juda ham yaqin ma'nosi, lekin bir-biridan farqi bo'lgan 3 ta istiloh bor. Shuni yaxshilab ajratib olishligimiz kerak bo'ladi. Birinchisi demak vaqf. Vaqfni hozir aytib o'tdik, ya'ni to'xtash degani lug'aviy ma'nosi. Ta'rifi esa o'sha nafas olish uchun to'xtashlik. Lekin bunda to'xtashlik, nafas olishligimiz qiroatni davom ettirish maqsadida bo'ladi. Ya'ni qiroatni davom ettirish maqsadida nafas olish uchun to'xtashga vaqf deyiladi. Ikkinchi istilohimiz bu yerda sakta. Sakta ham to'xtash degani, tin olish degani, lekin nafas olinmaydi bunda. Nafas olmasdan to'xtab, bir muddat to'xtab o'tishlikka bu sakta deyiladi. Vaqfdan farqi shuki, vaqfda nafas olinar edi, saktada esa xuddi vaqf miqdoridan sal kamroq muddat to'xtalanadi, lekin nafas olinmasdan o'tilinadi. Bu haqda hozir misollarda berib o'tamiz. Uchinchi istiloh qot' degani bu uzish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni uni ta'rifi qiroatni butunlay to'xtatish, ya'ni qiroatdan to'xtab boshqa ishi bilan mashg'ul bo'lishlik uchun to'xtashlikka buni qot' deyiladi. Buni ajratib olishligimiz lozim. Masalan, fawaylul lil musallin ni misol qilib oladigan bo'lsak, fawaylul lil musallin da vaqf qilish joiz. Chunki bu oyatning oxiri, hali darslarimizda buni aytib o'tamiz. Oyatning oxiri lekin allazina hum an solatihim sahun deb hali davom ettirish maqsadi bor bu yerda. Shuning uchun vaqf qilishlik joiz. Lekin bu yerda qot' qilish mumkin emas. Qiroatni butunlay to'xtatish mumkin emas. Ya'ni fawaylul lil musallin deb, sadaqallohu azim deb boshqa ishga mashg'ul bo'lishlik bu mutlaqo mumkin emas, chunki ma'noni buzib yuborgan bo'ladi. Endi sakta esa, saktani o'rinlari misollar bilan batafsil tushuntirishdan oldin qisqacha tushunib olaylik. Sakta biz o'rganayotgan qiroat, ya'ni hafs an Asim min tariq ash-Shotibiyya yo'nalishi bo'yicha darslarni o'tyapmiz. Mana shu yo'nalish bo'yicha sakta 4 ta o'rinda vojib. Ya'ni biri Kahf surasida, yana biri Yasin surasida, yana biri Qiyomatda va yana biri Mutaffifin surasida. Mana shu 4 ta o'rinda vaqf qilishlik vojib hisoblanadi. Yana 2 o'rin borki, Al-Haqqo bilan Anfalli Tavba surasiga ulashlikda bu yerda joiz deyiladi. Doskaga qaraydigan bo'lsak, buni misollar bilan batafsil tushuntirishga harakat qilamiz. Mana vaqf nima? Demak, bugungi mavzuyimiz vaqf va ibtido. Vaqf degani to'xtash degani, ibtido degani boshlash degani. Ya'ni bir oyatning o'rtasida, oxiridami to'xtaydigan bo'lsak, ana o'sha kelgan joydan boshlash kerakmi yoki teparoqdan boshlash kerakmi? Ana o'sha boshlashlikka ibtido deyiladi. Buni ibtidoga hali vaqfni o'tib bo'lganimizdan so'ng o'tamiz. Demak, bugungi darsimiz vaqfdan boshlaymiz. Vaqf nima? Qiroatni davom ettirish maqsadida nafas olish uchun kalima oxirida to'xtashga vaqf deyiladi. Endi sakta nima? Haliga aytganimizdek 3 ta istiloh bor dedik. O'sha 3 tani ikkinchisi demak sakta nima? Qiroat asnosida kalima oxirida nafas olmasdan vaqf muddatidan kamroq muddat to'xtab qiroatni davom ettirishga sakta deyiladi. Uchinchi termin, ya'ni istiloh qot', bu uzish. Bu nima degani? Qiroatni davom ettirmasdan butunlay tugatish maqsadida to'xtashga qot' deyiladi. Buni yaxshilab bilib olishligimiz lozim, chunki keyingi darslarimizda mana bu yerda vaqf joiz, qot' joiz emas, sakta vojib degan iboralar o'tadi. Shunda chalkashib ketib qolmaymiz.
Demak, sakta mavzusi qisqaroq. Bugun saktani o'tib qo'yishga harakat qilamiz. Sakta Qur'oni Karimda nechta o'rinda sakta qilinadi? Javob Imom Hafs rivoyatida, ya'ni mana shu dunyoning ko'p aholisi, xosatan yurtimizda barcha tilovat qiladigan Hafs qiroatida, ya'ni bizning darsimiz ham shu asosda ketyapti, 4 ta o'rinda sakta qilinadi. Biri Kahf surasi. Mana shunday ko'rinishda: Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzir. Mana shunday o'tilinadi. 'Iwaja qayyiman. 'Iwaja deb bir muddat to'xtab, nafas olmasdan qayyima deb davom ettiriladi. Mana mushafda mana bunday sin ko'rinishida qo'yilgan saktani bildiradi. Bu yerda shu narsani yaxshilab bilib olaylikki, vasl qiladigan bo'lsakgina sakta vojib. Agar vaqf qilsak ham joiz bo'laveradi, sakta qilish shart bo'lmaydi, bu yerda vojib bo'lmaydi. Chunki har bir oyatni oxirida to'xtashlik sunnat degan qoida bor. Shuning uchun bu yerda vaqf qilsak ham bo'laveradi. Ya'ni anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja deb to'xtab, bemalol nafas olib, qayyiman liyunzira ba'san shadida deb davom ettirishligimiz joiz. Sakta vojib bo'ladi qachon? O'sha ulab ketishlikni niyat qilgan paytimizda. Masalan, bizning qiroatda ayvajan qayyiman liyunzir deb o'qilmaydi. Boshqa qiroatlarda bu joiz, lekin bizning qiroatda bunday rivoyat qilinmagan. Sakta qilib, keyin qayyimanni aytishlik vojib bo'ladi, agar ulab ketilinadigan bo'lsa. Va yana shuni bilib qo'yish kerakki, saktada vaqfda qanday to'xtaladigan bo'lsa, saktada ham xuddi shunday qoidalar amal qiladi. Ya'ni masalan ayvajan deb to'xtamaymiz, vaqf qilganda ayvaja deb to'xtaymizmi? Saktada ham ayvaja deb to'xtab, nafas olmasdan qayyimanga o'tamiz. Ya'ni saktada boshqacha, vaqfda boshqacha to'xtalar ekan degan tushuncha kelishi to'g'ri bo'lmaydi. Endi buni hikmatlaridan biri Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja degani o'sha umumiy ma'nosi Qur'onni egri qilmasdan nozil qildi, qayyiman degani to'g'ri nozil qildi degani. Agar bu yerda ulab ketilinadigan bo'lsa, ayvajanni sifatiga o'xshab egri va to'g'ri nozil qildi degan iltibos kelib qolmasligi uchun ulamolarimiz shunday hikmatni aytadilar. To'xtab yoki sakta qilib o'tishlik chalg'itmaydi. Ya'ni umumiy ma'nosi shundayki, Alloh taolo Qur'onni egri qilib nozil qilmadi, balki to'g'ri qilib nozil qildi degan ma'noni bir ifodasini berishligi uchun bu yerda sakta qilishimiz vojibdir deydilar. Ikkinchisi Yasin surasi. Astagfiru billah. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman. Mana bu yerda ham marqadinada mana sakta qo'yib qo'yilgan. Shu yerda mana qof la ya, ya'ni al-vaqf va awlani qisqartmasi bo'lgan. Buni hali vaqf belgilarida o'tamiz. Vaqf belgisi ham bor. Ya'ni to'xtasangiz yaxshi degan ma'noni beradigan alomat bu. Shu yerda vaqf qilsak ham joiz. Nafas olib o'tadigan bo'lsak ham joiz. Sakta qilish shart bo'ladi qachon? Shu to'xtamasdan o'tib ketaman deb niyat qilgan paytimizda. Masalan, qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha deb ketishlik joiz emas. Min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman deb bir muddat sakta qilib nafas olmasdan o'tishimiz lozim bo'ladi agar ulab ketadigan bo'lsak. Lekin aytganimizdek, sakta vojib ekan, sakta qilish shart ekan, bu yerda to'xtash mumkin emas degan tushunchaga bormaylik. Xohlagan odam
man ba'athana min marqadina deb to'xtab bemalol nafas olib haza ma wa'ada ar-rahmanu desa gunohkor bo'lmaydi, to'g'ri o'qigan bo'ladi. Keyingi sakta Qiyomat surasida. Astag'izu billah va qila man raq oyatida bunday sin belgisi qo'yib qo'yilgan bu yerda ham. Ana endi bu yerda vaqf bo'lmaganligi uchun albatta sakta qilishlik vojib. Bu yerda vaqf qilinmaydi. Vasl qilib o'tganligimiz uchun sakta qilib o'tishimiz shart bo'ladi. Va qila man raq. Mana shu hafs min tariqi Shotibiyda o'qilinayotganda va qila man raq deb o'tilinadi. Va qila man raq deb o'tilinmaydi. To'rtinchisi Mutaffifin surasida kalla bal rana ala qulubihim oyatida kalla bal deb bir muddat to'xtab nafas olmasdan rana ala qulubihim deb o'tishligimiz vojib bo'ladi. Chunki bu yerda sakta belgisi bor. Vojib o'rinlari mana shu 4 ta o'rin vojibdir. Haliga aytganimizdek, agar ulab o'qiydigan bo'lsak, vaqf qilmaslikni niyat qilgan bo'lsak, albatta bir muddat to'xtab nafas olmasdan o'tishligimiz vojib bo'ladi. Endi Qur'onda 2 ta o'rin borki, shu bizning rivoyatda sakta qilishlik joiz. Buni nimaga vojibga qo'shilmadi? 2 tani qo'shib 6 ta o'rin deb qo'yilmadi desa, vojibi mana shu 4 ta. Bu ikkitasi joiz bo'lganligi uchun alohida beriladi doim. Biri Al-Haqqa surasidagi ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah oyatidagi mana shu maliyah degi hada sakta qilishlik joiz. Bu ham o'sha ulab ketadigan bo'lsak joizga aylanadi. To'xtasak ham mumkin bu yerda, chunki oyat bor. Ma aghna anni maliyah deb to'xtab nafas olib halaka anni deb ketsak ham joiz. Ulaydigan bo'lsak sakta qilib ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah deb o'tishimiz ham joiz. Bu sakta bo'ldi, nafas olmadik. Lekin bu yerda idg'om mislayn qilib o'tishimiz ham joiz. Mana birinchi ha sukunli bo'ldi, o'zidan keyin xuddi o'ziga o'xshash ha keldi. Bunday qoidani biz o'tdik. Idg'om mislayn degan qoidada birinchisi sukunli bo'lsa, idg'om qo'rishlik mumkin. Mana ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah deb o'tishimiz ham joiz. Agar mana shu ulab ketadigan bo'lsak, bu yerda sakta qilishimiz afzalroq bo'ladi ulab ketgandan ko'ra. Lekin vojib degani emas, o'shaning uchun buni alohida beriladi. Davom etadigan bo'lsak, mana shu joyda sakta qilish ham, 2 hani bir-biriga idg'om qilib saktasiz o'qish ham joiz. Sakta yoki vaqf qilish avloroqdir bu yerda. Shuningdek, yana bir o'rin Anfal surasi oxirini Tavba surasi avvaliga ulash ham bu yerda ham sakta qilish joiz bo'lgan o'rin bor. Ya'ni Anfal surasini oxirini Tavbaga ulashlikda 3 ta holat mavjud. Biri vaqf qilib keyin o'tishlik. Masalan, Anfal surasining oxiri astag'izu billah innalloha bikulli shay'in alim deb to'xtaydi, bemalol nafas olib. Keyingi sura Bara'atun minallohi va rasulihi ilal ladzina ahadtum minal mushrikin deb boshlanadi. Mana shunday o'qish, demak, eng afzali va birinchi holati mana shu. Ikkinchi holat mana shu bugungi o'tayotgan darsimiz sakta qilib o'tish ham joiz. Bu qanday bo'ladi? Innalloha bikulli shay'in alim. Bara'atun minallohi va rasulihi. Mana xuddi vaqf qilganday alim deb to'xtadik, lekin nafas olmasdan bara'atun minallohi va rasulihi deb davom etib ketishlik mana shu, demak, haligi 2 ta joiz saktani ikkinchisidir. Endi 3-chi holati bu shu surani ulashlikdagi
sakdagi emas, surani ulashdagi 3-holat. Innalloha bikulli shay'in alimun baro'atun minallohi va rasulihi deb davom ettirib ketishimiz bu 3-holati bo'ladi. Hammamiz bilamiz, bu Tavba surasida basmala kelmagan, shuning uchun bevosita surani o'zidan boshlanib ketadi. Baro'atun deb Bismillahirrohmanirrohim aytilmaydi. Bu haqda ham demak ulamolarning ikki xil fikrlari bor. Basmalani aytmasligi haqida. Tavba surasidagi aksar oyatlar mushriklarga Alloh taoloning qahri haqidagi oyatlar bo'lganligi uchun basmalaga Bismillahirrohmanirrohimdagi Alloh taolaning Rahman va Rahim sifatiga unchalik munosib bo'lmaganligi uchun basmala keltirilmaydi deydilar. Yana ayrimlar esa bu o'sha Anfal surasini davomi bo'lganligi uchun basmala keltirilmaydi deydilar. Alloh taolo bilguvchiroq. Bizning mavzumizga tegishligi demak mana shu. Sakta qilib o'tadigan bo'lsak ham joiz Anfalni oxirida. Lekin o'sha to'xtaganda alim deb vaqfda qanday to'xtasak, o'shanday to'xtalinadi. Alimun deb sakta qilib baro'atun deb o'tilmaydi. Endi bevosita sakta mavzusini tugatganimizdan so'ng vaqfning turlariga o'tamiz. Vaqf 4 ta turdan iborat. Shulardan bittasi bizning asosiy mavzuyimiz. Keyingi darslardan boshlab uni o'tamiz. Hozir 4 ta turini ma'lumot sifatida bilib qo'yishligimiz lozim. Birinchisi intizoriy vaqf deyiladi. Bu kutish degan ma'noni bildiradi, endi lug'aviy ma'nosi, lekin istilohiy ma'nosi shuki, qori 10 xil qiroatda ustoziga o'qib berayotganda, jamlab o'qib berayotganda, o'sha bir kalimani o'sha necha xil o'qish kerak bo'ladigan bo'lsa, ana o'shani qayta o'qib berguncha har orada to'xtayotganligiga o'sha intizoriy vaqf deyiladi. Bunda qori o'z ixtiyori bilan to'xtaydi, lekin ustoziga o'sha joyiga o'qib berishligi uchun to'xtab uni ustozi ham bilyapti, uni imtihon qilgan ma'noda to'xtayotganini, ana o'shanga intizoriy vaqf deyiladi. Ikkinchisi ixtiboriy. Ixtiboriy bu ta'lim uchun bo'ladi. Ayrimlar shuning uchun vaqf turini 3 ga bo'lib, intizori bilan ixtiboriyni bitta qilib berish holatlari ham uchraydi. O'sha ikkalovini bitta qilib yuboriladigan bo'lsa, unda 3 xil bo'lib qoladi vaqf turlari. Shuni ham ma'lumot sifatida bilib qo'yamiz. Ayrimlar 4 xil deb beradi, ayrimlar 3 xil deb beradi. 4 xil deb beradiganlar intizoriy bilan ixtiboriyni alohida beradi. 3 xil deb beradiganlar ikkalovini bitta jamlab beriladi. Bu lafziy farqlar, ma'noda umuman farqi yo'q. Ixtiboriy degani, ya'ni Qur'on o'qiyapti shogird, ustozi xohlagan joyida to'xtatib, mana bu yerda qanday vaqf qilinadi deb undagi vaqf va ibtidoni qay darajada o'zlashtirganligini bilishlik uchun xohlagan joyda to'xtatishlikka bu ixtiboriy deyiladi. Masalan, amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr deb o'tgan bo'lsa, bil haqqida mana shunday o'qilinadi. Lekin buni to'xtaganda qanday aytarkin shu qof deb, endi bil haqda to'xtachi deb to'xtatsa, ana o'shanga ixtiboriy deyiladi. Va tawasaw bil haqqo to'xtaganda yo'g'on bo'ladi, ulab ketayotganda bil haqqi deb o'tadi. Shu jihatlariga ustoz albatta e'tibor qaratadi. O'zlashtirganmi yo'qmi bilishligi uchun to'xtatib, keyin xohlagan bu Qur'ondagi o'sha nechta kalima bo'lsa xohlaganida to'xtatishi mumkin. Uni mahoratini yoki qay darajada ta'lim olganini bilishligi uchun bunga ixtiboriy deyiladi. Biz bu intizoriyni ham o'rganmaymiz, ixtiboriyni ham o'rganmaymiz. Uchinchisi izdiroriy. Izdiroriy deb bot bilan ishlatiladi. Izdiroriy, ya'ni majburan degani. Majbur bo'ladi to'xtashlikka. Masalan, yo'tal kelishi mumkin, unutib qo'yishi mumkin keyingi kalimani yoki aksi urib qolishi mumkin va hokazo. Shunday tabiiy holatlardan kelib chiqib to'xtalishlikka majburiy to'xtashlik deyiladi. Bu
to'xtashga majbur. Inson toqatidan tashqari narsani Alloh taolo yuklamaydi. Bu masalan o'qib kelyapti, yo'tal kelib qoldi, uni to'xtatib oyatni oxirigacha yetkazib olay deyishlikka insonning o'zida qudrati yo'q. Ana o'shanga iztiroriy, ya'ni majburiy to'xtash deyiladi. Bizning mavzuyimizga bu ham taalluqli emas, chunki mana shu 3 ta joyi xohlagan joyda to'xtashlik joizdir. Bu yerda mana bu yerda to'xtashing joiz, mana bu yerda yaxshi, mana bu yerda yomon degan narsalar o'tmaydi. Shuning uchun bu mavzuga kirmaydi. Ya'ni intizoriyda ham, ixtiboriyda ham, majburan iztiroriy to'xtaganda ham, uchalovida ham xohlagan joyda to'xtash joiz. Ya'ni aytganimizdek, ustoz xohlagan joyda to'xtatib so'rashi mumkin yoki xohlamagan joyda yo'tal kelib qolishi yoki aksi kelib qolishi mumkin. U to'xtashi joiz bo'ladi. Endi 4-chi tur ixtiyoriy vaqf. Mana shu bizning o'rganadigan mavzuyimizga kiradi. Ya'ni ixtiyoriy vaqf degani o'zingiz xohlagan joyda to'xtashingizga aytiladi. Ya'ni qayerda to'xtash bu o'zimizning ixtiyorimizda. O'zimizning ixtiyorimizda bo'lgandan keyin ana o'sha joyni tanlay bilishimiz kerak. Ya'ni mana shu joyda to'xtamoqchiman. Qani ma'nosi to'la bo'ldimikin, ma'noni buzib olmasmikinman degan ma'noni biz uni o'zimiz hal qilishimiz kerak. Chunki u yerda to'xtashimiz majburiy emas, balki o'zimizning ixtiyorimizda. Mana shunga ixtiyoriy vaqf deyiladi. Biz mana shu ixtiyoriy vaqf haqida so'z yuritamiz. Albatta bu keyingi darslarimizda bo'ladi. Bugun vaqf bobiga kirish bo'ldi. Doskaga qaraydigan bo'lsak, umumiy bir xulosani chiqarishga harakat qilamiz. Vaqf turlari. Vaqf necha turli? Mana 4 turli. Qaysilar? Intizoriy, ixtiboriy, iddiroriy, ixtiyoriy. Aytganimizdek, 3 ta deb berilishi ham bor. Intizoriy bilan ixtiboriyni bitta qilib yuboriladi. Intizoriy vaqf qanday vaqf? 10 ta mutavotir qiroatni jamlab o'qib berish paytida bir kalimada o'sha qiroat turlarini birma-bir ifodalash maqsadida to'xtash. Bu asosan endi mutaxassislarga. Keyingisi ixtiboriy vaqf. Qanday vaqf? Ustoz shogirdining qiroatdagi mahoratini bilish uchun bir so'zni ko'rsatib, unda qanday to'xtalishini sinash yoki to'xtashga majbur bo'lganda qanday vaqf qilishni ta'lim berish uchun qo'llanadigan vaqf. Iddiroriy, majburiy vaqf qanday vaqf? Nafas yetmay qolish, aksirish, yo'talish, unutish kabi sabablar bilan majburiy to'xtash. Keyingisi endi ixtiyoriy vaqf qanday vaqf? Qori o'z ixtiyori bilan to'xtashi, demak ixtiyoriy vaqf bo'lar ekan. Mana shuni biz keyingi darslarimizdan o'tishga harakat qilamiz. Mana umumiy xulosa ko'rinishida beradigan bo'lsak, jadvalda vaqf mana shu 4 ta turdan iborat. Intizoriy, ixtiyoriy, iddiroriy, ixtiboriy. Mana bu qizartirib qo'yilgan 3 tasi demak joiz. Xohlagan paytda, xohlagan kalimada to'xtasa bo'ladi. Ixtiyoriysi esa 2 turga bo'linadi. Joiz va nojoiz. Joizi ana bunday tom, kofi va hasan degan bo'limlarga bo'linadi. Buni keyingi darslarimizda o'tamiz. Nojoizi esa qabih degan turga bo'linadi. Soddaroq qilib, mana bu joiz bilan nojoizni aytmasdan ixtiyoriy vaqf 4ga bo'linadi. Tom, kofi, hasan va qabih deb ishlatish holatlari ham bor. Buni ham ma'lumot sifatida bilib qo'yishimiz lozim bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz mana shu, ya'ni nazariy darsimiz mana shundan iborat. Vaqf va uning turlaridan iborat. Yana shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bu ilmni muhimligi masalasida-da juda ham muhimligi hayotiy voqealardan va Payg'ambar alayhisalomning davrlarida bo'lgan voqealardan ham misol keltirdik. Oyatdan misol qilib keltiradigan bo'lsak, buni muhimligi masalan ko'p holatlarda uchrab turadi.
Baqara surasida astag'izu billah kofirlarning misoli bor. Oyat bor. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu zahaba Allohu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun oyati bor. Mana shu yerda nafas yetmay qolib falamma adaa'at ma hawlahu zahaba Alloh deb to'xtash holatlari uchrab turadi. Bu yerda Alloh taologa loyiq bo'lmagan sifatni, fe'l, ish, harakatni berib qo'ygan bo'linadi. Shuning uchun qayerda to'xtashlikni bilishimiz mana shundan ham bilinadi. Ya'ni zahaballoh degani Alloh taolo ketdi degan ma'no kelib qoladi. O'zi aslida esa zahaballohu bi nurihim arab tilidan xabar borlar buni biladi. Bi bilan keladigan bo'lsa fe'l o'timli fe'lga aylanadi. O'timsiz fe'l ketdi emas, balki Alloh taolo ularning nurini ketkazdi degan ma'no berish kerak edi. Bi nurihim qo'shib qo'yilganda o'sha ma'no kelib chiqardi. Zahaballohu bi nurihim. Alloh taolo ularning nurini ketkazdi kelish kerak edi, lekin shu bi nurihimni qo'yib zahaballoh desak, Alloh ketdi degan ma'no kelib chiqib qoladi. Shu jihatlarga e'tibor berishlik kerak. Yoki aksar o'sha qorilarimizda kuzatib turadigan yana eng ko'p kuzatiladigan xatolardan yana biri, oddiy xatolardan yana biri, masalan, Qur'onda juda ko'p joyda jannatning sifatida keladi. Ostlaridan anhorlar oqib turadigan jannat bor ularga degan ma'nodagi oyatlar juda ko'p. Misol uchun lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar oyati bor. Shu yerda ko'p holatlarda fe'lda to'xtash kerak ekan deb lahum jannatun tajri deb to'xtash holatlari uchrab turadi. Tajri. Bunda qanday ma'no kelib chiqadi? O'zi aslida ular uchun ostilaridan anhorlar oqib turuvchi jannatlar bor degan ma'no edi. Lekin agar min tahtihal anhar tashab tajrida vaqf qilinadigan bo'lsa, jannatning sifati bo'lib qoladi bu holatda, ya'ni oqadigan jannat bor, oqadigan bog' bor degan ma'no kelib chiqib qoladi. Jannatun tajri, ya'ni oqadigan yoki oqayotgan jannat bor degan ma'no kelib chiqib qoladi. Alloh taolo qodir, bog'larni ham oqizib qo'yishga qodir, lekin bu yerda iroda qilinayotgan ma'no unday emas, balki tajri u anhorning fe'lidir. Anhor oqib turadi bo'lish kerak edi, lekin aksar holatlarda mana shunday jannatun tajri deb to'xtab yana tajri min tahtihal anhar deb boshlashda to'g'ri, ibtidoda tajridan boshlasak to'g'ri boshlayotgan bo'lamiz, lekin to'xtayotganimizda hech bo'lmaganda lahum jannat deb to'xtab jannatda to'xtashimiz kerak. Ya'ni jannatun tajri min tahtihal anhar deb davom ettirishimiz kerak. Yoki bo'lmasa o'sha anhargacha qanday bo'lmasin nafasimizni teparoqdan kelayotganda shuni mo'ljalini qilib yetkazishimiz lozim bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz mana shu vaqfdan iborat. Amalini o'tadigan bo'lsak, yana ham vaqtimiz uzayib ketib qolar ekan. Amalini yana keyingi darslarga qoldiramiz. Bugungi darsimiz demak vaqfga kirish bo'ldi. Keyingi darsda mana shu ixtiyoriy vaqf, ya'ni xohlagan paytimizda to'xtayotganimizda qanday qoidalar bor? Qanday qilsak to'g'ri to'xtaymiz? Qanday qilsak ma'no buzilmaydi? Shu haqida so'z yuritamiz inshaalloh. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.